Xo'p, hurmatli o'quvchilar, demak bugungi mavzuyimiz epistas bo'ladi. Qarang, epistasni biz ikki turga bo'lib olamiz. Birinchisi dominant epistas. Qanaqa ekan? Dominant epistas. Ikkinchisi esa recessive epistas. Yana qarang, ikkala holatda ham bizda bitta narsa muhim. Ya'ni qanaqa gen desa, inhibitor gen. Inhibitor gen yoki ikkinchi nomi suppressor deb ataladi. Ya'ni inhibitor gen mana shu o'simliklarda yoki hayvonlarda jun rangi yoki o'simliklarda meva rangining yuzaga chiqishidagi belgiga to'sqinlik qilib, demak, rangni o'zgartirib yuboradi. Ya'ni bu to'suvchi belgi hisoblanadi. Inhibitor gen, ya'ni o'sha gen ranglarning faoliyatini to'xtatib turib, rangsiz qiladi. Endi qarang, dominant epistasda fenotipik nisbatlar. Misol uchun qarang. Xo'p, bizda birinchi bo'lib 13 ga 3 nisbat, 12 ga 3 1 nisbat yoki bo'lmasam 15 ga 1 nisbatlar kuzatiladi. Ya'ni dominant epistas uchun xos bo'lgan fenotipik nisbatlar bular hammasi. Endi resessiv epistasda esa qarang, 9 3 4 bu birinchisi. Ikkinchisi 7 3 3 3. Keyingisi xo'p, qarang, 6 4 3 3. Keyingisi 9 ga 7. Sizlar bilan bugun mana shu hamma nisbatlarni demak to'liq holatda nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Agar tushungan bo'lsangiz bitta yozib olamiz shuni. Yozib olinglar, qarang.